Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar hamda abituriyent yoshlar. Bugundan innova fizikada masalalar to'plami, ya'ni mana shu kitobdan video darslik qo'yib boramiz. Bugun birinchi darsimiz kuchli hayajon bilan boshlashga qaror qildik. Xo'p, quyidagi reja bo'yicha darslar olib boramiz. Birinchi mavzu bo'yicha leksiya o'tiladi hamda o'sha leksiya bo'yicha mavzularni video tahlillarini olib boramiz. Birinchi darsimiz kinematika bo'limidan, ya'ni mexanikadagi asosiy tushunchalar. Shu bo'yicha video darsimizni boshlaymiz. Xo'p, bu yerga men leksiyalarni yozib qo'ydim. Boshlang'ichini faqat, qolganini birgalikda yozib davom etamiz. Demak, kinematika mexanikadagi asosiy tushunchalar. Rejamiz quyidagilardan iborat. Dastlab mexanik harakat haqida gaplashamiz, keyin mexanik harakat turlari. Hop, 3-moddiy nuqta, 4 sanoq sistemasi, 5 trayektoriya, 6 yo'l, 7 ko'chish va 8, 9, 10 rejamizning bu qismlariga men bonus qo'shganman sizlarga, ya'ni dunyo tomonlari, Pifagor teoremasi hamda xalqaro birliklar sistemasi haqida tushuntirib o'taman qisqacha. Demak, dastlab rejamizning birinchi qismi mexanik harakat. Mexanik harakatni ta'rifi quyidagicha: vaqt o'tishi bilan jismning fazodagi vaziyatini boshqa jismga nisbatan o'zgarishi bu mexanik harakat deyiladi. Masalan, avtomobil daraxt yonidan 2 metr masofada joylashgan edi. Ma'lum vaqtdan so'ng avtomobil harakatlanib daraxtdan 5 metr masofaga ko'chdi. Bu yerda avtomobil mexanik harakat qildi. Qisqacha qilib aytganda, inson ko'zi bilan ko'rib turgan barcha harakatlar mexanik harakatga misol bo'ladi. Ikkinchisi, mexanik harakat turlari. Mexanik harakat turlari. Demak, avvalo tekis va notekis harakatga bo'linadi. Endi trayektoriyasiga ko'ra mexanik harakat turlari 3 turli. Trayektoriya haqida ham alohida to'xtalamiz. Rejamiz 5-qismida bor. Trayektoriyasiga ko'ra mexanik harakat turlarini yozib boshlayman. Xo'p. Mexanik harakat. Turlari. Birinchi tur. Ilgarilanma harakat. Harakat. Hop, 2 aylanma harakat. 3 tebranma harakat. Tebranma harakat. Demak, ilgarilanma harakatda jismdan tanlab olingan ixtiyoriy 2 nuqta harakatning istalgan vaqtida 2 nuqtadan o'tkazilgan parallel to'g'risi harakatning ixtiyoriy vaqtida parallelligini saqlasa, bunday harakat ilgarilanma harakat deb ataladi. Kitoblarda shunday yozilgan. Demak, qisqacha tushunadigan bo'lsak, buni jismning barcha nuqtalari bir xil masofaga ko'chadigan harakat deb yuritsak ham bo'laveradi. Xo'p, ilgarilanma harakat. Demak, mana rasmda birinchi vaziyat, ikkinchi vaziyat, uchinchi vaziyat. Aytaylik, shu g'isht deb faraz qiladigan bo'lsak, g'ishtni ikkita nuqta belgiladikda, ixtiyoriy ikkita nuqta belgilab va o'sha nuqtadan parallel
ikki nuqtani tutashtiruvchi to'g'ri chiziq o'tkazdik va xuddi shu nuqtalar birinchi vaziyatdan ikkinchi vaziyatga ko'chganda xuddi shu nuqtalardan demak to'g'ri chiziq o'tganimizda mana bu to'g'ri chiziq ikkinchi vaziyatga o'tganda parallelligini saqlayapti. Mana shu harakatga demak ilgarilanma harakat deyiladi. Uchinchi vaziyatdan xuddi shunday parallelligini saqlaydi. Demak, A nuqta va B nuqta deb qaraydigan bo'lsak, mana bu A' va B' deb shart beradigan bo'lsak, bu yerda A, B to'g'ri chiziq parallel A', B' to'g'ri chizig'imizga. Asosiy shartimiz shunday. Demak, keyingi rejamiz moddiy nuqta. Moddiy nuqta deb kuzatilayotgan onda jismning shakli va hajmi inobatga olmasa ham bo'ladigan darajada kichik bo'lgan jismga moddiy nuqta deyiladi. Masalan, samolyot Toshkentdan Moskvaga qarab uchyapti. Ya'ni samolyotni uzunlik jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, samolyotning uzunligi Toshkent va Moskva orasidagi masofaga nisbatan o'ta darajada kichik. Shuning uchun moddiy nuqta deb qarasak bo'ladi. Masalan, oddiy koptok misol qiladigan bo'lsak, koptok stadionda dumalab ketyapti. Stadionga nisbatan koptok moddiy nuqta bo'ladi va bola koptokni ko'tarib turibdi qo'lida. Bunda bolaga nisbatan koptok moddiy nuqta bo'lmaydi. Demak, moddiy nuqta demak o'lchami va shakli inobatga olmasa ham bo'ladigan jism. Nima uchun moddiy nuqta kerak degan savolga javob masalan. Demak, Toshkentni men bitta nuqta bilan belgilasam, Moskvani ham bir nuqta bilan aytaylik. Samolyot Toshkentdan Moskvaga qarab yo'l oladigan bo'lsa, Toshkentdan Moskvaga qarab uchadigan bo'lsa samolyotimiz. Demak, masalalarda osonlik kiritish uchun mana shu samolyotni biz nuqta belgilab, mana quyidagidek strelka bo'yicha shu yo'nalishga ketyapti, ya'ni Toshkentdan Moskvaga qarab strelka qo'yib, masalalarda osonlik bilan chizma chizish uchun kerak bo'ladi. Xo'p, rejamiz keyingi bosqichi sanoq sistemasi. Sanoq sistemasi demak, sanoq jism, unga biriktirilgan koordinatalar sistemasi va vaqtni o'lchovchi qurilmaga sanoq sistemasi deyiladi. Demak, sanoq jism, masalan, koordinatalar sistemasi, sanoq jism va soat kerak bo'ladi. Shu uchalasi birgalikda sanoq jismni tashkil etadi. Demak, koordinatalar sistemasi matematika tarafdan bilamiz. Koordinatasi demak 0, 1, 2, 3 va hokazo shu tarzda davom etadi. Xuddi shunday bu tarafga qarab ham -1, -2, -3 va hokazo. Bu tarafga minus cheksiz, plus cheksiz tarafga davom etadi. Demak, sanoq jism biriktiramiz. Bunga sanoq jismni koordinata boshiga qo'yamiz, ya'ni 0 nuqtaga. Aytaylik, bironta xil daraxt qo'ydik mana.
Xo'p, biz daraxt oldik. Ixtiyoriy bironta jism olsangiz bo'ladi bunda. Xo'p, sanoq jism, koordinatalar sistemasi va vaqtni o'lchovchi qurilma. Ya'ni soat. Mana bu yerga soat chizib qo'yamiz. Soat. Demak, 2 9 3 1 koordinatalar sistemasi, 2 sanoq jism, 3 vaqt o'lchovchi qurilma. Birgalikda sanoq sistemasini tashkil qilar ekan. Sanoq jism nima deydiganlarga? Sanoq jism kuzatilayotgan jismni vaziyatini baholash uchun yordam beruvchi ikkinchi bir jism sanoq jism bo'ladi. Masalan, mashina 3 metr yurdi. Nimaga nisbatan? Mashinani agar mana shu daraxt yonidan hisoblaydigan bo'lsak, 3 metr yurgani daraxtga nisbatan o'lchab olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, shunaqa gaplar. Demak, rejamizni keyingi qismiga o'tadigan bo'lsak, keyingi qismi rejamizni, demak, trayektoriya haqida gaplashadigan bo'lsak, trayektoriya nima? Trayektoriya jismning fazoda qoldirgan izi trayektoriya deyiladi. Ya'ni fazoda, faqat fazoda emas, yerda qoldirishi ham mumkin izni. Masalan, raketa uchayotganda o'zidan iz qoldiradi, ko'rganmiz hammamiz. Masalan, qishda qorda bironta xil avtomobil yurib ketgan bo'lsa, balon izini ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Bironta piyoda ketsa ham farqi yo'q, xullas. Jism o'zidan iz qoldirdimi fazoda? Trayektoriyasini hosil qildi. Keyingi rejamiz keyingi bosqichi, demak, yo'l. Xo'p, 5-inchisi trayektoriya edi. Trayektoriya demak jismning fazoda qoldirgan izi. Fazoda qoldirgan izi trayektoriya bo'ldi. Keyingisi 6-inchisi yo'l. Yo'l bu trayektoriyaning uzunligi. O'sha trayektoriya uzunligini o'lchab chiqadigan bo'lsak, metrda yo'l. Yo'lni o'lchagan, trayektoriyani o'lchagan bo'lamiz. Yo'l uzunligi trayektoriyaga bog'liq. Trayektoriya uzunligi yo'l deyiladi. Yo'l demak, trayektoriya uzunligi yo'l bo'lar ekan. Masalan, misol uchun bola yo'lga tushyapti mana. Yugurtiramiz hozir buni. Mana shu nuqtadan aytaylik, ketdi mana. O'zidan iz qoldirib ketyapti mana bola. Ketdi demak. Shu yerga yetib keldi. Bola to'xtadi. Trayektoriyasi qaysi desa, mana shu uzuq chiziq buning trayektoriyasi. Yo'lini toping deydigan bo'lsa, mana shu trayektoriya uzunligini hisob-kitob qilib o'lchab qo'yamiz. Yo'lini uzunligi kelib chiqadi. Endi keyingi rejamiz keyingi bosqichi ko'chish deyiladi. Ko'chish jismning boshlang'ich, mana boshlang'ich, birinchi nuqta, boshlang'ich va oxirgi vaziyatini, ikkinchi nuqta, jismning boshlang'ich va oxirgi vaziyatini tutashtiruvchi
Yo'nalishga ega bo'lgan kesma, ya'ni yo'nalishli kesma bu. Ko'chish vektor kattalik. Shuning uchun yo'nalishi bormi? Vektor va skalar kattaliklar haqida alohida to'xtalib o'tamiz. Demak, birinchi va oxirgi vaziyatini tutashtiruvchi yo'nalishli kesma ko'chish deyiladi. Yo'l. Yo'lni biz S harfi bilan belgilasak, nimada o'lchaymiz? Metrda. O'lchov birligi. Ko'chish L. Ko'chish L harfi bilan belgilashimiz mumkin. Ko'chishda ham o'lchov birligi metr. Demak, mana bu yerda birinchi va oxirgi vaziyat to'g'ri bo'lar ekan. Ko'chish yo'l egri chiziqli bo'lishi ham mumkin, to'g'ri chiziqli bo'lishi ham mumkin. Demak, bu ko'chish. Yo'l qani? Yo'l mana bu. Yo'l boshqa rang bilan belgilaylik. Mana yashil rangda belgilab qo'yapman. Mana bu yo'l. Traktoriya uzunligi, ya'ni yo'l. Ko'chish qizilda ketdi. Yo'l. Xo'p, rejamizning keyingi bosqichi. Demak, dunyo tomonlari Pifagor teoremasi va HBS. Xo'p, demak, dunyo tomonlari. Dunyo tomonlarini xaritadan bilamiz biz. Plus ko'rinishda chizib oladigan bo'lsak hozir. Demak, aytaylik. Ha bu yerda O'zbekiston joylashtiradigan bo'lsak, O'zbekiston yuqori qismida qaysi davlat turardi? Qozog'iston, Rossiya, to'g'rimi? Rossiya bizdan shimoldami, janubdami, g'arbdami, sharqdami? Demak, Rossiya shimol tarafda turadi. Demak, yuqori qismini shimol deb belgilaymiz. Shimol. Quyi qismini janub. Dunyo tomonlari yuqori quyi bo'lmaydi. Xarita uchun, tushuntirish uchun gapirib o'tyapmiz. Demak, bu tarafi O'zbekistondan bu tarafda kunchiqar mamlakat deyiladi. Yaponiya, sharqiy mamlakat. Sharq. Demak, oxirgi dunyo tomoni qoldi. Sharq va Yevropa mamlakatlari, g'arbiy mamlakat. G'arb. Demak, shimol. Deylik, o'sha bulutli bo'ladi shimolda, to'g'rimi? Bulutlar chizib qo'yamiz. Esda qolish uchun. Janub. Janubiy qutb issiq. Va quyosh sharqdan chiqadi, g'arbga botadi. Kun chiqarib qo'yamiz hozir. Quyosh mo'ralayapti mana. Va g'arbga quyoshni botiramiz hozir. Shunchaki zerikib qolmasliklari uchun chizib ketyapmiz. Mana shunday esda qolish uchun alohida chizib to'xtalib o'tyapmiz. Mana shu tarzda eslab qo'ysanglar bo'laveradi rasmda. Lekin leksiyalarni yozib boringlar, maslahat. Leksiyada gap katta. Demak, shimol. Yuqori qismi shimol bo'ldi, quyi qismi janub bo'ldi. O'ng va chap taraf faqat chizma uchun. O'ng taraf, demak, sharq bo'ldi, chap taraf g'arb bo'ldi.
Fiziklar ham rasm chizadi deb qo'yaverasizlar. Tarafdan chiqyapti. Bu tarafda botyapti. Dunyo tomonlarini demak bilib oldik. Dunyo tomonlarini bilib olgan bo'lsak, rejamizni keyingi qismiga o'tamiz. Rejamizni keyingi qismi Pifagor teoremasi. Demak, Pifagor teoremasi bu rejamizning 8-qismi edi. 9-qismi Pifagor teoremasi. Pifagor teoremasini ko'pchilik biladi. Geometriya, algebra darslarida o'tganmiz albatta. Pifagor teoremasida demak, qisqacha tushuntirib qo'yaqolaman fizikaga kerakli joylarini. To'g'ri burchakli uchburchak chizamiz. To'g'ri burchakli uchburchakda demak, nimalar bo'lardi? Mana bu ikkita qisqa tomonlari katet deb ataladi va uzun tomoni gipotenuza deyiladi. Demak, katet gipotenuza. Demak, Pifagor teoremasini asosan formulasi, agar men birinchi katetni A deb belgilaydigan bo'lsam, ikkinchi katetni B deb belgilaydigan bo'lsam, gipotenuzasini esa S deb belgilash kiritadigan bo'lsam, formula quyidagicha bo'ladi. Katet kvadratlar yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng. Ya'ni A kvadrat plus B kvadrat teng S kvadrat. Mana shu yerdan ixtiyoriy tomonni topsak bo'ladi. Asosiy formula bizda mana shu ekan. Faqat to'g'ri burchakli uchburchak uchun shu xossa o'rinli bo'ladi. Katet gipotenuza. Katet kvadratlar yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng. Aytaylik, misol uchun A teng 4, B teng 3 uchburchak tomonlari. S'ni topishim kerak. Masalan, demak, A kvadrat A ni o'rniga 4 ni olib boramiz formulaga. B ni o'rniga demak 3 ni olib kelamiz. Va noma'lum sonni, ya'ni S ni o'z holicha yozib ketaveramiz formula ishlatishda. Demak, 4 ning kvadrati plus 3 ning kvadrati teng S ning kvadratiga. 4 kvadrat 16 plus 9 teng S kvadrat. 25 teng S kvadrat. Nechining kvadrati 25. Ya'ni S ni o'rnidan nechi kelish kerak edi? 5. 5 bo'lar ekan. Bunga oid oson ishlashlarni hali tushuntirib o'taman keyingi darslarimizda, Xudo xolasa. Va rejamizni 10-qismi xalqaro birliklar sistemasi, ya'ni XBS. Dunyo tomonlari demak, bu Pifagor
teoremasi va HDS xalqaro birliklar sistemasi. SI deb ham yoziladi. Sistema International. O'sha inglizcha nomi. Demak, xalqaro birliklar sistemasi 3 qismdan iborat. Birinchisi asosiy birliklar. Ikkinchisi qo'shimcha birliklar. Uchinchisi hosilaviy birliklar. HBS demak. Qismlarga bo'ladigan bo'lsak. 1. Asosiy birliklar. 2. Qo'shimcha birliklar. 3. Hosilaviy birliklar. Hosilaviy birliklar. Asosiy birliklar 7 ta. Demak, asosiy birliklar. Asosiy birliklar 7 ta. Demak, ular birinchisi o'zi nomer qo'yish shart emas, 7 dan yozishingiz kerak bo'ladi. Yoki sanoqqa birinchisi uzunlik. Uzunlik. Demak, belgisi S harfi bilan belgilashimiz mumkin. Katta L, masalan, kichina L, kichina H, katta H va hokazo. Shular bilan belgilashimiz mumkin fizika fanida. Birligi, ya'ni o'lchov birligi. Demak, uning birligini to'rtburchakka olib ketaman. Birligi, demak, uzunlik o'lchov birligi metr. Uzunlik birligi, demak, metr. Ikkinchisi vaqt. Bularni daftarga yozib boringlar. Chunki fizika asoslari hisoblanadi. Vaqt. Vaqtni belgisi T harfi bilan belgilaymiz. O'lchov birligi demak S nima edi? Sekund. Sekund. 3. Demak, uchinchisi massa. Massa. Massani belgilaymiz M harfi bilan va o'lchov birligi sotuvchilar ko'p foydalanadi massa birligidan. Demak, kilogramm. Qurilmasi, o'lchov qurilmasi nima deydigan bo'lsa nima edi? Tarozi bo'ladi. Vaqt o'lchov qurilmasi soat, uzunlik o'lchov qurilmasi metr. 4-inchisi. Demak, 4-inchisi harorat. Harorat. Xo'p, haroratni biz katta T hamda kichina T harfi bilan belgilashimiz mumkin. Uni Xudo xolasa keyingi mavzularda ko'rib o'tamiz. Hozircha asosiy birlik sifatida biz Kelvin shkalasi bo'yicha katta T belgilaymiz. O'lchov birligi hozir aytgandek Kelvin. Keyingisi 5-inchisi modda miqdori. Modda miqdori. Bularni
alohida to'xtalib, Xudo xohlasa tushuntirib boramiz. Belgisi mana shu maysaga o'xshash. V qilib yozib ketmanglar, maysaga o'xshab ketadi. New o'lchov birligi mol. Mol yozilgani bilan mol o'qiladi. Mol o'qilishi. 6-si tok kuchi. Tok kuchi belgisi I harf bilan belgilanadi. Xo'p, o'lchov birligi amper. Shu olim sharafiga qo'yilgan. Amper. Oxirgisi yorug'lik kuchi. Demak, yorug'lik kuchi buni ham I harf bilan belgilaymiz. Demak, o'lchov birligi SD. SD emas, KB. Kandela o'qiladi. Kandela. Xo'p, asosiy birliklar mana shulardan iborat. Demak, asosiy birliklar shu 7 ta kattalikdan iborat. Endi qo'shimcha birliklarni keltirib o'tamiz. Qo'shimcha birliklar. Demak, 2. Qo'shimcha birliklar 2 dona kattalikdan iborat. Buni birinchisi yassi burchak. Yassi burchak. Belgisi alfa, beta, gamma, fi va hokazo belgilash mumkin. Birligi radian. Rad deb qo'yiladi-ku. Demak, radian. Yassi burchak. Ikkinchisi fazoviy burchak. Fazoviy burchak. Belgisi omega o'qilishi. Omega. Birligi SR. Steradian. Steradian. Va 3-chi turi, birlikning 3-chi turi hosilaviy birlik. Xo'p, masalan, tezlikning birligi metr taqsim sekund. Bu qayerdan kelib chiqdi? Bu birlik. Tezlik V harf bilan belgilanadi. Birligi demak metr taqsim sekund. V teng S taqsim T. 5-sinf matematikada o'tganmiz buni. Ya'ni yo'l birligi metr, vaqt birligi sekund. Shunda tezlik birligi metr taqsim sekund. O'z nomi bilan hosilaviy birlik, ya'ni hosil qilish yo'li bilan. Masalan, tezlanish birligi. Tezlanish A harfi bilan belgilaymiz. Birligi metr taqsim sekund kvadrat. Bu qayerdan kelib chiqdi? Vaqt birligi ichida tezlikning o'zgarishi, delta o'zgarish. Delta V taqsim T. Tezlanish deyiladi. Ya'ni
Tezlikning o'lchov birligi metr taqsim sekund. Vaqtning o'lchov birligi sekund. Metr taqsim sekund. Demak, matematikadan aniq bizga kasr ustida kichik kasr bo'lsa, uning mahraji pastga tushadi. Ya'ni sekund sekundga ko'payib sekund kvadrat hosil bo'ladi. Metr taqsim sekund kvadrat. Masalan, kuch birligi Newton ham hosilaviy birlik hisoblanadi. Newton olim sharafiga qo'yilgan kuch F teng m ko'paytiruv a formula bilan topiladigan bo'lsa, m o'rniga biz, ya'ni massa o'rniga kilogramm ko'paytiruv, tezlanish o'rniga mana metr taqsim sekund kvadrat. Aslida 1 kilogrammlik massaga 1 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish beradigan bo'lsak, o'sha 1 newtonga teng bo'ladi. Shu hosilaviy birlik hisoblanadi. Barchangiz e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi video darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.